Germaniyaga kelganimdan keyin meni hayron qoldirgan ikkita top narsa. Birinchisi, bu nemis qizlari bez make-up ishga va o'qishga borishi. Sababini so'rasam, ular agar make-up qilishmasa, o'zini komfort his qilishar ekan. Undan tashqari nemislar tabiiy go'zallik tarafdori. To'g'risini aytaman, o'zbekda make-up hech qachon foydalanmaganligim sababli Germaniyaga kelganimda menga minus bo'ladi deb o'ylar edim. Lekin qarabsizki, bu aksi bo'lib chiqdi. Ikkinchisi, nemislar har kuni har xil kiyim kiymasligi. Undan tashqari yarim yil yoki uzog'i bir yilda bir marta yangi kiyim olishi, shunda ham arzonroqdan olishi. Ular asosan kamroq kiyim olib, bir xil kiyimda yurishar ekan. O'zim boshida hayron qoldim. Bitta nemis tanishim bir yil har kuni bir xil kiyim kiydi. Oxiri so'radim, "Sani o'zi boshqa kiyiming bormi?" deb. U, "Ha, bor, lekin boshqa kiyim tanlab kiyishga vaqtim yo'q. Uni o'rniga foydaliroq narsaga, ya'ni o'qishga vaqtimni o'tkazaman" dedi. Lekin eng hayron qolganim, hech kim siz bilan ishi yo'q ekan. Har kuni bir xil kiyim kiydingizmi yoki yo'q, tashqi ko'rinishi hech qanaqa rol o'ynamas ekan muloqot yoki do'stlashish uchun. Germaniya haqida yana qiziqarli ma'lumotlar olishni xohlasangiz, obuna tugmasini bosib qo'ying.